Bilasizmi, hozir shunaqa darajada mani ruhiy holatim yomon ahvolda, ya'ni psixologda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Hozirgina terapiyadan chiqdim va bilasizmi, o'zimga kelib olish uchun toza havoga chiqdim. Bolalarni qanaqa qilib bilmasdan ota-onalar razrушать qilishadi. Bir qizaloq 8 yoshida mahallamizda to'y bo'layotgan edi va hamma qizlar qatori men ham yugurib chiqdim. Qarasam, hamma qizlar sochini o'rigan, o'sma qo'ygan, chiroyli narsalar bilan band edi, musiqa tinglashyotdi va bitta qiz lak suryotdi. Men ham rosa ham surgim keldi. Rangi ham rosa chiroyli ekan va tirnochalarimga, kichkina tirnochalarimga lak surib qo'yishdi. O'zimni dunyodagi eng baxtli his qildim, eng go'zal his qildim va yugurib xursand bo'lib to'yda o'ynashga tushdim deyapti. Shu payt onamning ko'zlari menga tushdi va meni qo'llarimni ko'rdilar. O'sha zahoti to'ydan meni davradan sudrab olib chiqdilar va hamma mehmonlarni oldida pichoq olib, har bitta tirnog'imni ustini qalamni ochgandek har bitta tirnog'imni qirib, shilib, so'kib, urib, chimchilab tirnog'imni ustida lak ko'chirdilar. Shu kundan boshlab men dunyodagi eng xunuk, eng yomon, eng xato qiluvchi qiz deb hisoblayman. Hozir yoshim 30 da, lekin oynaga qaragim kelmaydi. O'zimni tanamni, o'zimni qabul qila olmayman deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Butun atrofi bolaligimda o'sha narsani eslasam, qilma, noto'g'ri qilyapsan, hey qo'y desam, onam oxirgi lakni uchidagi o'sha joyigacha qirganlar. Har qirganlarida yuragimni tirnayotgandek, yuragimni kesayotgandek bo'lganlar deb qiz aytib beryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Turmush o'rtog'i bilan munosabatlari yomon, o'zidan qoniqmaydi, o'zini tanasini qabul qila olmaydigan ayol bolaligidagi shu og'riqli jarayon bilan bo'lishyapti. Insonni psixikasiga qanaqa ota-onani tarbiyada noto'g'ri qilayotgan harakatlari sabab bo'lib qolishi mumkin. Bu holatni eshitish, bu insonga opora, поддержка berish, uni oldida turib bilish juda ham og'ir. Va yana siz aytasiz, psixologik travmalar yo'q deb. Tasavvur qilyapsizmi? Bu qizni kechasi ertasiga qanaqa tarzda ta'sir qildi? Aziz onajonlar, ayniqsa qiz tarbiya qilayotgan onajonlar, bunaqa xatolarni qilmang. O'sha qizni barmochalarini olib, judayam go'zalsan, judayam chiroyli qizim, sen eng go'zal qizsan deb, lekin bu narsani keyin so'rasan deyish mumkin edi. Lekin ona nima qilgan? Har surayotganda, har qirayotganda sen bo'lasan, sen isqirt bo'lasan, sen oila buzuvchi bo'lasan deb qirgan. Va u o'zini eng yomon, eng isqirt va eng yomon qiz bo'ladi deb o'ylagan. Va hozirgi hayotidagi muammolarini sizga aytmayman, lekin aynan mana shu voqealar sabab bo'lgan va bunaqa voqealardan bir kunda 10 dan ortiq bo'lgan bu qiz bilan. Psixika ko'tarishi uchun, bu qiz jinni bo'lib qolmasligi uchun xotiralarni ko'pini o'chirib yuborgan. Psixolog nega kerak? Travmalar o'zi yo'q. Sizlar aql o'rgatib charchamadinglar deysiz, lekin mana shu voqealar bilan kim ishlaydi? Biza yukini kim ko'taradi? Biza. Xulosa o'zingizlardan.